Minecraftda strukturalar juda ham ko'p. Shuning uchun men ularni hammasini mana bu yerga yig'ib qurmoqchiman. Birinchi bo'lib ishni piramidadan boshlaymiz. Va piramidadagi bloklardan ham foydalansam bo'ladi. Kirkamni zaryadi qancha ketganini sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lib, mana shunday qilib tezlashtirib sizlarga ko'rsatyapman. Endi bo'lsa mana bu yerdan qurishni boshlaymiz. Shunday qilib piramida ham bityapti. Va mana bu ustunlarni ham qo'yib chiqamiz. Yana piramidaga o'xshash uchun bunday qilib teparoq qilib yon tarafdan qurib ketaveraman. Va menda bloklar tugadi. Faqat shunchagina joyi bitdi. Men endi bo'lsa uyimga borib lapatga yasab biroz qum yig'aman. Lapotkani ham yasab olib, endi qum yig'ishni boshlayman. Va qum yig'ishimni sizlarga tezroq ko'rsatmoqchiman. Shuning uchun men shunday qilib uni ham qum yig'ishimni ham tezlashtirib yubordim. Lapotkamni zaryadi shunchalik ketib qoldi. Lekin hozircha o'zimga keraklicha qum yig'ib oldim. Endi bo'lsa qurishni boshlaymiz. Qurib bo'lgandan so'ng yana bir narsa esimga tushdi. Mana shu sandiqlarda ham qum bilan qumli tosh bor. Mana bo'lsa meni tuzog'im. Tuzog'imni ukamga sinab ko'rib bo'lganman. Uyimda bo'lsa undan ham ko'p qum bor. Deyarli 4 stak desa ham bo'ladi. Uni sandiqlarimni ham olib ketaman deb qurishda davom etaman. Va mana shunday qilib quryapman. Shunday qilib haqiqiy piramidalarda mana bunday joy ham bo'ladi. Va mana shunaqa joyda qurish juda ham osonligi uchun keyinchalik mana shu joyda qurmoqchiman. Mana shu to'g'ri pastlikka tushib ikkinchisini ham qurib olamiz. Xuddi shunday qilib qurgandan keyin tayyor bo'ladi. Ana endi ikkita joyda ham tayyor. Juda chiroyli ko'rinishda boshlayapti piramida. Shunday qilib do'stlar, bugungi videomiz tugadi. Bu video ham qisqa bo'lishi mumkin, lekin bunga yarim soatdan ham ko'p vaqt ketdi. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib, shu videoga like bosib qo'yinglar. Keyingi videolargacha ko'rishguncha